Masalan, sudga o'tkazishda inspeksiya to'g'ri o'tkazib turibdi. Yuqori tashkilot aybdor bo'lib turibdi. Endi yuqori tashkilot aybdor bo'lgandan keyin shu tashkilot o'zidan shu oyliklarni undirish kerak. Ya bo'lmasa shu vaqtda buni o'zining kelmaganlik, ishga kelmaganligiga ogohlantirib, siz nima shuni mehnat kodeksi bilan to'g'ri bo'shatilganda mana bu yerdagi mana bog'cha bolalarimiz hamshirasiz qolmagan bo'ladi. So'yibdi, haqoratladi deb, lekin ana uchastka nozirlari kelib tekshirishdi, umuman isbotini topmadi. Men u severidan yomon demayman, qanday insonlar orqasida turib unga shu qiz ishdan bo'shatib bering, biroygacha kelmadi, jamoa shartnomamizda 3 kun deb yozib, 3 soat deb yozib qo'ygan jamoa shartnomasida. Ustoz o'zlari sabablar ishga kelmasa, ishdan bo'shatilishi yozilgan. Men shunda ham odamgarchilik qildim. Endi odam baribir kasal bo'lasiz, boshqa bo'lasiz, men bir oy kutdim uni. Mana O'zbekiston xalqi ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari mana ariza yuzasidan biz To'qraqqal'a tumanidagi 16-son bolalar bog'chasi Yangi O'zbekiston nimasi dedingiz? Massivida joylashgan. Mana prezident tashabbusi bilan yangi qurilishlar amalga ko'rib ko'rdik, yangi bog'cha ekan. Biz bu yerda hamshiralik bo'yicha ariza berdim deb mana bu yerda hamshiramiz ko'p vaqtlarga ariza berib kelganlar. Shu arizaga e'tibor qo'yib turib, hamshirasiz bog'chani qoldirib kelganlar bo'yicha biz hozir bog'chani o'ziga kelib turib, bog'cha mudiri bilan uchrashish o'zimizga bir nima deb bildikda, bog'cha mudiridan bir savollarimiz bor. O'zingiz tanishtirsangiz. Meni ismim Adinayeva Ozoda Rustamova bo'laman. Shu Yangi O'zbekiston massividagi 16-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini 2023-yil 16-oktyabrdan shu ochilish marosimi bo'lib, shu yerga rahbarlikka tayinlandim. Bog'chamiz yangi bo'lgani uchun yangi ro'zg'or deymi, yangi nimaga rosa ko'p yugurdik. Gap qisqasi, bu yerda ishga tushirish uchun rosa ko'p yugurdik. Hujjatlari, buni boshqalari shularni taxlab, juda ko'p joylarga murojaat bilan boshqa bilan chiqdik. Nima keldi bu yerga? General prokuror keldi. Undan iltimos qilganmiz. Ba'zi bir kimsalarga yoqmadi. General prokuror kelgan paytida shu bir ikki tanaqa otopena ishlab turibdi. Bir ikkita bataryalar qolib ketgan ekan, shuni to'g'rilab bering desam, bir ikkita tashkilotlarga, bir ikkita nimaga yoqmay qoldi. O'sha payt yoqmadik biz ham. Bu qizimizga keladigan bo'lsak, bizning shu 16 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida Daletova Sevara degan qiz ishga kirgan 2023-yil dekabr oyida. 2024-yil 2024-yil may oyida o'g'limga sunnat to'y qilgan paytim u qiz shu bog'chamiz zavxozi bilan Kunduzxon bilan janjallashgan holda, o'zaro janjallashgan holda bog'chadan chiqib ketgan. 3-may kuni. Shundan keyin men u qizni ko'rmadim. Bir marta keldi, bir marta kelgan ekan, xonasini yig'ishtirayotganini ko'rdim men. Nimaga yig'ishtiryapsan xonangni? Desam, men narsalarni olib ketaman, men bolnishga chiqaman, ishlamayman, bir pas ishlamayman dedi. O'zingiz bilasiz dedim. Shundan keyin u ayol o'tirib turli tashkilotlarga ariza bilan murojaat qildi. Ko'p arizalari nima qilmadi? Isbotini topmadi ko'p arizalari. Har xil joylarga murojaat qildi, bizga tuhmat ham tashadi, urdi, so'yibdi, haqoratladi deb. Lekin ana uchastka nozirlari kelib tekshirishdi, umuman isbotini topmadi. Men u severidan yomon demayman, qanday insonlar orqasida turib unga bilmayman, qanaqa nimalar qildi, nimaga bo'lgan nimasiga, men u bilan urushmasam, nima qilmasam, unga ko'p munosabatda bo'lmasam, o'z ishingni lozim majburiyatingni bajar deb yurgan bo'lsam, bilmayman, nimaga bunaqa qildi u qiz. Men hayronman. O'zi shu anchadan beri maktabgacha ta'lim tashkilotida Qoraqalpog'iston Respublikasidan bu yoqqa kelgan Temur degan bitta nima bilan
bilmayman, u ham shu men bilan kelishmasdan kelyapti shu kungacha. Keyin u qiz banishiga chiqdi, o'z hisobotatiga chiqqan ekan. Meni biron marta ogohlantirgani yo'q u. Ogohlantirib, boshqa qilgani yo'q. Hatto bitta buyruqdan nusxa ham olib kelib bergani yo'q. Keyin men bularni nima kelmayapti, bog'chamiz hamshirasi turadimi? Bilasiz, bog'chamiz hamshirasi umuman tasavvur ham qila olmaysiz bog'chani hamshirasi turishiga. Bu har kun men yozish kerak. Bolalar ovqat tekshirish kerak. Bolalar sog'liqqa qarash kerak. Bu umumiy bog'chadagi hamma odam sog'liqqa qarashi kerak. Ovqatlarni har kun nazorat qilish kerak. Ovqatlardan sinamani olib qo'yish kerak. Ertaga bola qanaqa bo'ladi bolalar, ovqatdan отравление bo'ladimi yo boshqa uydagi nima bo'lib keladimi, shu har kun ovqatni olib qo'yish kerak obязательно. Har kun berilgan choydan tutib to kechki ovqatgacha olib qo'yish kerak. Hamshiralarga lozim majburiyat berilgan. Endi biz shu yerda o'zimizning ham bir hozirgi nima ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar tushunishi uchun bir nima aytib o'tishimiz kerak. Qanday masalan biz kelib qolganimiz bu yerga bu narsani bu qizning arizasi yuzasidan siz yuqori tashkilotingizga bordi. Nimaga qabul qilmayapsizlar? Shu yerda bog'cha hamshirasi turibdi. Bolalarning taomnomalari nima bo'lyapti surishtirgan vaqtimizda bu narsa bizga siz aytgan Temur degan yuqori tashkilotda ishlagan xodim nima vazifada ishlaydi o'zi? Kadrlar bo'limi. Kadrlar bo'limi. Ko'ring, kadrlar bo'limida uchrashtirdilar bizni, savol javob qilamiz desak, savol javobi to'g'risi ruxsat berdilar oldi. Keyin o'chirib turing, keyin aytaman deganiga men gumonlanib qoldim. Nima bu yerda bir yashadigan narsa bormi? Degandan keyin mayli deb men o'chirgan turdimda bilib oldim. Mana bu yerda bu bog'chada qandaydir janjallar bo'lganligi uchun bu bog'chada haqiqatan kadrlar masalasida katta muammo chiqqan ekan. Shuning uchun siz oldingizga kelib turibman, shuni tushunsizlar deb turibman. Bu masalani oxirigacha ochib ko'raylik bir. Nimaga masalan u ishlagan davrda men bir narsa surishtiruvimda bir narsa aniq bo'lib turibdi. Shu qizimiz o'zining hisobidan ta'tilga chiqqan. Undan keyin ishga kelmay yurgan bir oy. Ishga kelmay yurgan. Siz ogohlantirdingizmi o'z tashkilotingizni? U avgust 28 ishga tushish kerak ekan. Men 2-3 martalab bordim. O'sha maktabgacha ta'lim bo'limiga 2-3 martalab bordim. Bu qiz dedim 1-2 marta uyga ham odam jo'natganman. U qaynonasi uydami, boshqa joydami, har joyda yurgan bo'lgan. Topolmadim u qizni. Keyin men u maktabgacha ta'lim bo'limiga borib, sizlar o'zlaringiz ish beruvchisizlar. Ish beruvchilar tarafdan. Lekin men shu qiz ketgandan buyon tuproqqa tuman bandlikka shu hamshira kerak bizga deb nima berib qo'yibman. Hisobot berib hamshira kerak. So'rayapsiz. So'rayapman. Bakan o'rin uchun. Keyin bordim-da, qana bu qizimiz qana bu, yo sizlarga bir nima yozib berib ketdimi? Yo yana balnishlikmi, kasallik varaqasiga chiqdimi? Yo boshqa nimaga chiqdimi? Yo'q, bizga aytmadi dedi. Keyin men bularga men o'zim kelib, shu tuproqqa tumandagi tibbiyot birlashmasiga xat chiqardim. Hurmatli tibbiyot birlashma rahbari, shunaqa qizimiz bor bizlar ishlagan hamshiramiz. Bu hamshiramiz sizlarga mehnat varaqasi ochilganmi, yo'qmi dedim. Bu bo'yicha mana nimalari ham bor. Bunga xatini javobi ham bor. Mana nima deb beryapti Malik? Bu aytyapti, tuproqqa tibbiyot birlashmasiga sizning 25-sentyabrdagi doktor savol bildirgingizga javoban tuproqqa birlashmasi, tuproqqa tibbiyot birlashmasi va unga qarashli muassasalarda David va Sevara Sadulla qizi 28-avgustdan 25-sentyabrgacha mehnatlar loyihasi varaqasi ochilmaganini ma'lum qilamiz deb turibdilar. Keyin men bu xatimni oldim, bildirgimni oldim. Endi men uni bo'shata olmayman, ishga ham qabul qila olmayman. Bizda bunaqa nima yo'q, u xalq nimaga berilgan, maktabgacha ta'lim tashkil nimasiga berilgan, bo'limiga berilgan. Uni ishdan olish, ishdan bo'shatish, ish beruvchi ular asosan. Keyin men ularga bildirgi chiqardim. Mana o'zi o'sha kadrlar bo'limining xodimi olib qo'yibdi, bir nusxa oldim deb bildirgi chiqardim. Shu qizni ishdan bo'shatib bering, bir oygacha kelmadi. O'zi jamoa shartnomamizda 3 kun deb yozib, 3 soat deb yozib qo'ygan jamoa shartnomasida. 3 soat o'zlari sabablar ishga kelmasa, ishdan bo'shatilish yozilgan. Men shunda ham odamgarchilik qildim. Endi odam baribir kasal bo'lasiz, boshqa bo'lasiz. Men bir oy kutdim uni. Qani kelib qolar, o'zi kelib qolar deb. Bir oy hamshirasidan turdi.
nima xo'jalik ishlari mudiri bilan ikkalamiz bir nima qilib o'tirdik, taomnomalarni yozib boshqa qilib. Keyin bular bir Gavhar degan nimani qo'yib berdi. Abadova Gavhar degan qizni qo'yib berdi. Arada uzilish bo'ldimi, qancha vaqtdan keyin qo'ydi? Abadova Gavharni shu sentyabrda qo'yib berdi. Sentyabr oyida. Necha oy shunda ishga kelmagan bo'ladi u qiz? Уже bir oy bir oy ichida o'zi umuman ishdan bo'shatilish kerak edi uni. Endi mehnat kodeksining normalari bor. Biz shuni ham mana surishtirib o'tkazyapmiz. Shu narsani qandaydir orada xizmat tekshiruv o'tkazishi mana men so'rab o'tganman. Bo'ra bir vaqtda bu yerda xizmat tekshiruv o'tkazish kerak. Nima deganda mehnat kodeksining moddalarida ko'rsatilgan, agar kelmagan taqdirda uni bo'shatish kerak edi. Bular bo'shatmay kelgan. Endi masalan keyinchalik siz so'rayapsiz edi. Sizlarni ogohlantiryapsiz. Yo, bu kasallik varaqasiga chiqqanmi, kasal bo'limiga chiqqan hujjat bormi? Ya bo'lmasa qandaydir bir o'tishga mehnat ta'tili olib chiqqanmi deganingizda hech narsa yo'q, chiqmagan degan aytganlar sizga, to'g'rimi? Lekin hozirgi vaqtda o'zining nimasi bilan nimaga chiqqan bo'lib chiqyapti, hisobidan ta'tilga chiqqan bo'lib chiqyapti. Shu vaqtlar shuncha o'tganidan keyin qandaydir o'zi sudga bergan, o'zini ustidan nima qilganmi? Mehnat vazirligidan tekshirish kelyapti-da, sizning tashkilotingiz sudga beryapti u qiz. Shularni bir salgina tushunchangiz bo'lsa ayting, qani bu nima, qanday holat bo'lgan? O'sha sudga berdi. Haqiqatan ham sudga berdi. Men o'zim ham hayron qoldim. Sudlar bunaqa nima qaraganligiga. Sudga bergan jarayonda ham bularni ko'rsatdim. O'shanda sud aytdi, nimaga bu bidirgiga nima bermadingiz? Temur Qazibekovdan so'radi. Bu bidirgiga nimaga javob bermadingiz dedi. U bu gapga javob topolmadi bu gapga. Jim turdi. Keyin o'zlari shuncha ish qilib turib, u qiz oldin ariza bergan ishdan bo'shashga. Lekin bular bo'shatmaganda ataylab qilganday bo'lib turibdi. Ataylab qilganini sezib turibmiz biz. Sezib turibdi. Qandaydir uni himoya qilib turib, bir janjal chiqarib o'tiribdi ikkingiz o'rtangizda. Keyin ko'rsangiz bizlar bu bo'yicha nimaga bordik? Viloyat maktabgacha ta'lim bo'limi, viloyat maktabgacha ta'lim boshlig'ining oldiga bordik. Ular u ham aytayapti, senga chaynab beribdi-ku. Bu bo'yicha men zapislarim ham bor. Sen nimaga bo'shatmading meni? Buni Shuhrat deb anaqa maktab bu yerda Tuproqqa tuman maktabgacha bo'lim mudiriga gapirdilar. Qisqasi mehnat kodeksining moddalari bilan nimaga bo'shatmading deyapti. Keyin u aytayapti, bu turli tashkilotlarga chiqyapti. Meni ham ustimdan yozadi bu, yozmasin deb bo'shatmadim degan javob bor-da. Buni men o'sha payti sezdimda, sirazi bular uzunmalari ham bor-da, ovoz zapislari ham bor. Buni ham kerak bo'lsa taqdim qilaman. O'sha paytda lekin rosa to'g'ri gap aytdilar Xamra Salayevich. Nimaga bo'shatmading? Senga bu qiz chaynab bergan ekan-ku. O'zi kodeksda nimada dedi 3 soat uzrsiz bo'shatishing kerak edi desa, Toshkentga yozuvchi qilib o'tdi, boshqa qilib o'tdi deb qo'rqdim dedi. Men o'sha payt endi davlatning puli yozuvchisi qilib yursa, davlat puli bularga nima ekan? Davlat puli ketyapti bu yerda. Endi bu qisqaroq qilamiz. Bu nimani bo'lmasa cho'zilib ketsa, mana bu nimalarimiz erib qoladi. Siz bildirgi beribsiz, mehnat kodeksining normalari bilan bo'shatmaganda, keyin sudga berib, yana buni ishga kirgizib tiklash bo'yicha buni olib kelib turib ishga keyini nima bo'ldi? Siz o'zingiz aytib o'ting. Men hayron qolyapman. O'zi bu ariz bo'shamaganda, bu qanaqa nimaga sudga beryapti, men o'sha joyga tushunmay qoldim. O'zi bu ishdan bo'shamagan. Qanaqa qilib bo'shadim deb bu sudga berib turibdi. Oylik olish uchun, maosh olish uchun sudga shuni yuklabdilar-da. Shuni hayron qolibman. Sudga bermasdan ham ishlash niyati bor ekan, kelib ishlaysa bo'ladi-yu. Ularni bu niyati boshqa edi-da. O'sha yerda ham necha marta iltimosnoma kiritishdi. Mana o'sha Temur Fazilbekov ikkalasi hayron qolib o'tirdim. O'sha to'lanadigan pullarni mendan undirib 35 million pul chiqarishdi, 20 million kompensatsiya, 15 million oyliklarni chiqarib oldi, 35 million davlat pulini. Lekin uni 3 oy 5 soatgacha o'tirgan pulini ham qo'shdilar-da. U o'z hisobidan yozib turibdi-ku. Nima qilmasligi uchun. Shuni ko'rganimiz uchun ham siz yoningizga keldik.
Devlet pulu talon-taroj bo'lmasin, biz ham bu narsaga aniq hali ichiga kirmadik, bizga ko'rsatmayapti. Buxgalteriya o'tkazdim men. Sudning qarori qanadi? Bu kim aybdor? Yana aytamiz, kim aybdor? Aybdor odam sudga, masalan, sudga o'tkazishda inspeksiya to'g'ri o'tkazib turibdi. Yuqori tashkilot aybdor bo'lib turibdi. Endi yuqori tashkilot aybdor bo'lgandan keyin shu tashkilot o'zidan shu oyliklarni undirish kerak. Ya bo'lmasa shu vaqtda buni o'zining kelmaganlik, ishga kelmaganligiga ogohlantirib, siz nima shuni mehnat kodeksi bilan to'g'ri bo'shatilganda, mana bu yerdagi mana bog'cha bolalarimiz hamshirasi qolmagan bo'ladi. Yana shu aytmoqchimanki, mana o'zim majburiy ta'lim bo'limiga ham chiqqanman, viloyatga ham chiqqanman. Nimaga ham chiqdim? Xotin-qizlar muammolarini hal qiladigan 12-11 degan ishonch telefoniga ham chiqqanman. Dekabr oyida keyingi qo'ygan hamshirasi ham dekret ta'tiliga ketdi. Dekret ta'tiliga ketdi. Shu bizga hamshira kerak. Shu hamshira bo'lmasa bo'lmaydi bog'chaga desam, hamshiraning sudi bo'lyapti-ku, sudi tugasin deyapti. Sudi yaqinda tugadi. Undan keyin ham qo'ymayapti yana ular. Sud tugagunchasini bir hamshirasi qo'yish qonunda bormi ekan? Endi bilmadim, nega o'zi qo'yish mumkin emas, lekin bolalar u bitta hamshiraning nimasi deb bu yerda hozir 200 yaqin bola bor. Ularning hayot qanaqa bo'ladi? Ularning yeb ichishi boshqasi, lekin men hayron qoldim. Biz ham qiziq tuyulgani uchun keldik hozir. Menga buyruq chiqarib bersin edi, shu hamshiraning sudi tamom bo'lgunga qadar deb chiqarsa ham to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Endi bu yerda hozirgi vaqtda endi mana hamshiramizni siz o'zingiz tanishtirib o'tingiz, men bilangiz bilan. Men Umarova Yulduz, u Betlisi 93-yilman. Men shu mart oyida Bentlikka borgan vaqtim, Bentlikda shu 16-sonli bog'chaga hamshira kerak degan meni ko'rib, shu vaqtimda vakantni ko'rib, ariza yozib pochtadan yubordim. Javob bo'lmadi. Bir 15 kunlardan keyin o'zim bordim. Abdelkadir Temurbek degan bola bor ekan, shu yerga kirib, shular ham aytdim, shuni ish o'rim bor ekan, meni shu yerga ish oling, ina meni hamshiralik diplomim bor, lavozimim bor deb barsam, qistamangali bir hamshirasi bo'shamagan, bir hamshirasi hali o'z hisobidan vaqtinchalik ta'tilda dedilar menga. Hozir ta'tilda bo'lsa, ta'tilga chiqqandan keyin hech kim qo'ymaslik kerak degan ne bormi ekan? Men o'ylanimcha tushunmayman lekin. Siz bilmasangiz? Yo'q, shu kim kelsa ham ta'tilga ketadimi? Yo boshqa bir ish bilan ketadimi? Обязательно odam qo'yish kerak. Qisqasi o'rinni, shu qiz o'rinni saqlab o'tirish qilyapti. O'zini bilimi yetmagan qilyapti kimdir. To'g'rimi? Hozir ham tarbiyachilarimiz ketyapti ta'tilga, uni ochib turmaydi-ku. Bolalarni qarash uchun men odam qo'yapman. Ta'tilga ketgan payt. To'g'ri, ta'tilga ketgan payt qo'yish kerak, meni bilishimcha. Endi bu yerda sizning arizangizga javob berilmadi. Lekin arizaga javob berish o'zi muddati bor. Qanday so'ramadingizmi? Bu arizamning javobini nimaga javob bermayapsizlar yo yo'q deb bersangiz, men boshqa joyga ketishim mumkin demadingizmi shu? Men Shuhrat yoshlarimiz yana kirib chiqing dedilar, Shuhrat ham bor ekan. Shu ham yoshlar yana kirdim. Keyin bu ishlar bilan Temurbek shug'ullanadi dedilar. Temurbek ham yana kirdim. Mayda yana bordim men. Mayda borgan vaqtim aytdim, hech mayda keladi bu ishga tushadi may oyidan dedi. Shu 3-maydan ishga tushadi bu dedi. Qanaqa tushar ekan, yosh bolasi borku uni. Endi mart oyi birinchi yosh bolasi. Shuning uchun ham siz yoningizga kelamiz, mana shuni o'zingizda ishlamiz shunda. Biz borgan vaqtimizda shu Abdelkadir dedi endi nimalar xatlar bo'limi shu mutaxassis bilan gaplashgan vaqtimizda bizga shunday qilib mana 3 yilga ketdi deb arizasida ko'rsatyapti. Shu qizniki 3 yilga ta'tilda shu ariza yozyapti. Lekin hozir eshitishimcha bularga aytibdi, vaqtincha o'tirasan, 10 kundan keyin bir haftadan keyin ishga keladi, bir haftalik ishga olibdi bu. Yana bu yerda qanday o'yin qilyapti-da u. Bir haftalik ishga olib, o'zi arizani yozgan vaqtida arizani men bola tarbiyasiga nechinchi yilga deb yozgan arizasi sizda yo'qmi shu nimalar? Ko'rsating mana. Ko'rsin tomoshabinlarimiz mana shuni ko'rib o'tirgan bizning obunachilarimiz ko'rsin.
bu narsa qandaydir mana shubha uyg'otyapti. Bu himoya qilyaptilar-da bu. 3 yoshgacha deb yozgan. 28-yil 1-sentyabrgacha deb yozgan. Buni 28-yilgacha yozibdi mana. Lekin bular ishga joylashaman degandan keyin ariza yozib, meni shartnoma tuzilyapti, menimcha vaqtincha deb, to'g'rimi? Ha, va. Bu yerda qanday bir nima bor? Masalan, mayron qilaman. Shuni siz tushuntirib berishingizmi? Nima bir bular shuni saqlab qolish uchun Men yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. endi shu u qizni hozir 3 oy mart oyida tug'ilgan. Mart, aprel, may, iyun 4 oylik chaqaloqi bor. Bilmadim men 4 oylik chaqaloq bilan qanaqa ishlatmoqchi uni Temur Fazilbekov yo o'zining bir boshqa bir nimasi bormi, manfaatdorligi Yo'q, bormi? savol. Shu yerga bolasini olib kelib ishlamoqchimi? yo'q, yana bir nimasi bor. Yo'q, mayli, uni huquqlari bor. Biz uni tanqid qilmoqchi emasmiz. Qonunda qandayligini chiqarmoqchimiz-da. Endi qandaydir manfaatdorchilik bilan buni bormi yo degan ma'no bo'lyapti meni ko'nglimda-da bu yerda. Endi sizga savol. Men oldimga keldi Sevara. Sud nimasi bilan tiklandim dedi. Mayli dedim. Keyin bu nimaga chiqdi? Mana o'zining imzosi yillik mehnat ta'tiliga chiqdi. Yillik mehnat ta'tiliga chiqqandan keyin 27 kun kalendar kunida deb iyunda tugadi buni ta'tili. Iyunda tugagandan keyin meni oldimga chaqirdi. Keyin sen ishlamoqchimisan dedi. Yo'q, men chaqaloqim borki ishlamayman dedi. Ariza yozib berdi. Bolam 3 yoshga to'lgunga qadar, bog'chaga borgunga qadar deydi. 3 yoshdan bog'chaga qabul qiladi, 3 yoshni to'ldirib. Shunga qadar bola nimasini berishingizni so'rayman. Nima yozib qo'yibdi, mana bola parvarishi ta'til berishingizni so'rayman deb yozib qo'yibdi. Mana buyrug'i ham chiqqan. Mana buyrug'i ham chiqqan. Buyrug'i shu qachongacha deb chiqqan shu. O'qib o'zingizga qachongacha? Buyruq. Davlatova Sevara Sadullo qizni hamshiraga 2025-yil 25-iyundan 2027-yil 1-martgacha farzand 2 yoshga yetgunga qadar ish joyi va lavozim saqlangan holda bola parvarishda ta'til berilsin dedi. Qarang, qayerga chiqaryapti buni? Ishga chiqish sanasi 27-2-mart. Bu yurist markazidan o'tib xulosa berilgan. Endi nima Bu yerda 3 demoqchiman? yoshgacha deb yozgan o'zi. Lekin ba'zida 2 yoshga to'lgan, 2 yoshgacha yozilganda nimasida. Mayli, baribir bularning ham huquqlari hozir buzilib ketmayaptimi? Qandaydir bu yerda bular hozir bir hafta ishlab turib, yana endi ish o'rgandim degan vaqtlar ketishga to'g'ri keladi. Bu yerdagi mehnat shartnomasini bular bilan shu hechimiz 2027-yilgacha bular kelgunchasini tushunmayapti. Bu yerlarga qanday aloqa kiritamiz? Masalan, yana boshqa bir odam o'zgarish niyatlari bormi? Lekin bu qiz buyruq chiqib turibdi. Men bu o'ylarga tushunmayman lekin. Yo'q, men hayronman. Siz bilan endi oxirgi savolim, siz bilan o'rtada bular qandaydir janjal chiqarib, sizga qarama-qarshi bir ishlar qilayotgandek tuyuldi menga. Shuning uchun siz oldingizga keldim. Bu bo'yicha nima deysiz? To'g'ri, shu men o'zim ham umuman hurmat qilganman. Maktabgacha ta'lim bo'limini, shu kadrlar bo'limini, yangi kelgan paytida odamlarga qo'shilishmay yurgan payti ham men onamiz o'sha yo'llarda maqsad qilganlar. Musofir odam deb rosa hurmat qilib, hurmatini joyiga qo'yib, yaxshi bo'lib yurganmiz. Keyin biz oldin 5-yil maktabda ishlardim, direktor bo'lib, direktor o'sha yerda ishlardim. Maktabimiz prezident agentligiga o'tgandan keyin u yerga boshqa nimani qo'yishdi, rahbar qilib, keyin meni boshqa nimaga o'tkazishdi, nimasi bilan ko'chish nimasi bilan boshqa maktabga o'tkazish, o'sha maktabga o'tkazgan payti ham umuman dushmanligimiz yo'q, hech qanaqa oramizda bir sovuqchilik o'tmagan. Shunday bo'lishiga qaramasdan u rasmini qo'ygandek, rasmini qo'yib, mana shu Tuzik Kaplanovich falonchi maktabga o'tdi deb meni ijtimoiy tarmoqda tarqatib olgan. Bu bo'yicha shunday yig'ladim. Kimga qarasam menga tashlayapti, tanish bilishim ko'p. 15-20 yildan beri ishlayapman shu sohada, pedagog sohasida. Bu pedagog sohasida hammasini bosib chiqdim. Zam direktor bo'ldim, men o'tib ketgandan keyin. Sizga ham mana shu bizni bu yerga yetaklab kelgan darsi ham mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi mana bu yerdagi sizni taqillab, mana bu obro'slantirish uchun qilingan ish uchun ham men surishtiruvga keldim. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda
ayollar shunday qilib it rasmini qo'yib turib ijtimoiy tarmoqlarga chiqargan, lekin buna hech kim qonuniy chora to'g'ri ko'rmagan deb o'ylaymiz. Bu yerda qattiqroq chora bo'lish kerak bo'lgan, kimdir bularga yordam berib kelibdi. Men prokuror bilan gaplashdim kecha, shuning uchun ham men surishtiruvga qattiqroq kirishga o'zimni joyida topdim endi bu narsani. Endi bu narsangiz bo'yicha agar siz biz bilan buni o'zingiz bu mavzuga taalluqli joyi bo'lganligi uchun bu narsani отдельный suhbat qilamiz bo'lmasa, hozir cho'zilib ketadi suhbatimiz. Bularning ishga joylashishi bo'yicha qilingan xatti-harakatlarda noqonuniylik bor deb hozir surishtirib qo'yapman. Endi bu yerda mana qisqa nimalarni eshitib o'tdingiz, bog'cha mudiri bilan ham uchrashdik. Bu yerdagi oldingi ishlagan hamshiramiz sudning qarori bilan oyliklarini butunlay undirib olib turibdi. Lekin 3 oylik kimlarning aybi bilan bu yerda besadillar chiqqanday hujjatlar bo'lib turibdi. Mana qanday hujjatlar sizga ko'rib o'tdik. Bu to'g'ri bo'lganmi? Biri xizmat tekshirib tashab turib, kimda ayb bo'lgan bo'lsa shu pullarni joyiga qo'yish kerakmi deymiz. Biz hozir shuni so'rab qolamiz. Bu hamshirachilikka mana yosh qizimiz o'qib turib so'rab kelib turibdi. Bir haftalik qo'yib turibdilar. Bir haftalik deb shartnoma qilib turibdilar. Biz borganimiz ham bular hech nimaga olmayapti. Bizga ko'rsatib o'tgan. Mana 3 yilga ketdi. 3 yilga ketgani uchun bularni olamiz deb turib, keyin o'zgarib buni bir haftalik ishga oldi deb turibdilar. Shuning uchun bularning hammasini bu yerda xizmat tekshiruvi o'tkazib turib, bu tashkilotda, yuqori tashkilotida, ularning maktab ta'lim yuqori tashkilotidagi xodimlarning qilgan xatti-harakati bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazishlarini talab qilib qolamiz. Bu davlatning puli hech qachon talon-taroj bo'lishi kerak emas. U xalqimizning puli, bizning pulimiz. Uni xohlagan sud qarori chiqarib turib o'ndirilsin desa, masalan, aybdor oldin kimga qaratish kerak? Aybdorga qaratish kerak. Sud kimni beryapti sudga? Yuqori tashkilotni berdi. Nimaga shu holatni qoldirib turib, bu biz qizimizda bu qizning huquqlari bo'lsa, biz uni tanqid qilish nimamiz? Biz faqat bu yil pulni talon-taroj bo'lib turgani uchungina surishtiruvimizni mana surishtirish uchun shu yerga kelib o'tiribmiz. Abadoba Gavhar degan undan keyingi hamshiraga ham dekretga chiqardik. Dekret pulini ham to'ladi. Oyliklarni ham to'ladi. Ikkita odamga oylik to'layapti. Yana uning 3 oylik besazinasiga ham to'lab beryapti. Yo'q, boshqalar ham oylik olyapti bari. Ishga chiqib qo'yib turibdi ular, qo'yish. Lekin ular ham o'z hisobidan ketdi degan narsasi bor. Mana arizalari yurib buyruq chiqarib turibdi. Banishisiga pul olgan. U banishisiga olgan bo'lsa ham, uni ham nima qilyapti? Banishisiga pul olgan-ku bo'lmasa. Banishisiga ham olyapti. Nimaga u banishisiga chiqib turib? Shu holatlarda biz tushunmayapmiz. Buni tushunadigan tashkilotlar shunga bir aniqlik kiritib, bu qanday holat bo'lgan? Men ham aniq tushunmayapman bu yerda. Birovi tanqid qilish niyatimiz yo'q. Shuning uchun bir xizmat tekshiruv o'tkazib, yana bu yerdagi janjal yana davom qiladigan bo'lsa, yana hali bu yana ketaveradi bu da. Yana bu yerdagi bog'cha bolalarimiz hamshirasi qoladi. Yana bilan bular yana meni shartnomamiz tugalsa, shuning uchun ham bunga bir aniqlik kiritadigan payti keldi deb o'ylaymiz.